yili yangiroq so'raganlar uchun 2018-yil Hyundai Porter $17,800 ga. $17,800 ga qanaqa mashina olasiz? Bir ko'ramiz. Mashina kraska bor, yo'q, kosmetik almashgan joylari yo'q ekan. Olsa baloni yangi. Buni ichini olib ko'rsatamiz, ichi zo'r buni. Temir metan, tunkalar qarang, cho'tki turibdi. Yangi balonlar, ramilar ham yo'q turibdi. Bortlari ideal holatda, gap bo'lishi mumkin emas. Bu bo'lsa yili yangi so'raganlar juda ko'p edi. 12-13 meni eski qiladi deganlar juda ham ko'p. Almashgan joyi yo'q. Ichlari multirul fulldan avtomat korobka, Tiptronic 2-3 alohida bo'ladi. 133 dizel motorga metan o'rnatilgan. Full Bluetooth magnitofonlar, CDNC-da, rulisiga, bakovisiga. Mashinamizning probegi 98 ming o'rtoqlar. Hozir bitta ko'ramiz. Anaqani ko'ramiz. 98 ming, 99 ming probeg. Gap yo'q lekin. Mo'ljalda cho't halol yurgan. Mana bu yerlar ham ideal turibdi. $17,800 ga 2018-yil avtomat korobka fullidan, bakovlar yonadiganidan. Labolar ham yo'q butun ulgurib olinglar. Kimga qiziq bo'lsa, 94li 247 77 78. Kimga qiziq bo'lsa telefon oling. O'zimot yetmasa variantga berib yuborishaveradi. Xudo xolasa mashina zo'r ekan, o'rtoqlar. Mana yangi avtomat deganlar, probkadan zirikkalar uchun zo'r tanlov. Videoga like bosib, tanishlik ulashib qo'ying.